Sharqiy Turkistonda qurilgan yig'ilish lagerlari bilan Uyg'ur va boshqa musulmonlarga ilib berayotgan assimilyatsiya siyosatlari sababli ayblashlarga uchrayotgan Xitoy doiralari bu lagerlarni kasbiy tarbiyalash markazlari yoki qayta tarbiyalash markazi degandek nomlar bilan pardozlab keldi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Geng Shuang Sharqiy Turkistonda o'rinlashtirilgan ziyoratlar orqali Xitoyning aslida bu yerda nima ish qilmoqchi ekanligini naq maydonda ko'rsatganligini aytdi. Amerikaga norozilik bildirgan Geng Shuang Amerikaning tanqidlarining tuhmat ekanligini aytdi. Amerikaning bir yuqori darajalik amaldori Reuters agentligiga Sharqiy Turkistonga o'rinlashtirilgan ziyoratning Xitoy doiralari tomonidan oldin o'rinlashtirilgan soxta tashviqot ekanligini va aslida rayon haqida xato ma'lumotlarni berganligini aytgan. Yevropa ziyoratini davomlashtirayotgan Xitoy diktator Xi Jinping Italiyadan Fransiyaga keldi. U har ikki davlatda Uyg'ur va Tibet faoliyatchilarining namoyishiga duch keldi. Shuning bilan birga Amerikaning eng chong universitetlaridan biri bo'lgan New York universitetidagi bir yig'inda so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat Sharqiy Turkiston masalasini tanishtirdi. Rossiyadan maxfiy holda S-300 setib olganlikqa o'tirg'i chiqqan Venezuela bu boshqariladigan bombadan mudofaalash sistemasi orqali manevr o'tkazdi. Isroiliya mudofaa maslahat shirkati ISI ishlatganligini bildirdi. Dokladda Venezuelaning bu havo mudofaa sistemasining poytaxt Caracasning janubidagi bir havo armiya bazasiga o'rinlashtirilganligini bildirdi. Dokladda bir sirtqi hujumga qarta Venezuela bilan Rossiya orasidagi hamkorlikning eng yangi namoyandasi deb ko'rsatildi. Amerika prezidenti Donald Trumpning Isroiliyaning Golan egizligidagi egilik huquqini e'tirof qilishga doir qarornomasiga dunyodan norozilik inkoslar keldi. Rossiya, Angliya va Yevropa ittifoqi boshchiligida nurg'unlagan davlat keskin noroziligini bildirdi. Gretsiya bosh ministri Chipras Turkiya urush aeroplanlarining o'z tik uchog'iga to'sqinlik qilganligini aytdi. Turkiya xavfsizlik manbalari e'lon qilgan bayonotda bo'lsa, Turkiya aeroplanlarining hech qanday bir daxli taruzda bo'lmaganligi, faqat vazifasini ijro qilganligini bildirdi.